ota, kech namozingizni qazo qilmaysizmi? Inson sevgani bilan uchrashuvga kech qoladimi, qizim? Sizni sevganingiz Nazifa ona emasmi? Bu sevganimning menga sovg'asi. Namoz ham zavq hisoblanadi. Qizimning kasbiga bo'lgan mehri, o'g'limning ishiga bo'lgan muhabbati bo'lsa, mening esa namozga mehrim bor. Inson suygani bilan uchrashuvga qanday tayyorlansa, men ham shunday tayyorlanaman. Hayajonlanaman. Eng chiroyli ko'ylagimni kiyaman, poklanaman va huzuriga chiqaman. Bu suyuklining majoziy bo'lganlardan ajralib turuvchi asosiy xislatidan biri barcha uchrashuvlarga sodiq bo'lishi, va'dasiga sadoqati, uni izlagan har joyda bo'lishi. Sen bir qadam tashlaganingda uning 10 qadam tashlashidir.